Texnika olguncha ruchnoy toshib turamiz endi. Mayli. Assalomu alaykum aziz obunachilar. Mana xudo xolasa xomg'isht urish narx-navolarini sizlarga ozgina bo'lsa-da, qisqa video bo'lsa-da tushuntirishga harakat qilamiz. Hozirgi qurilishimiz Oltiariq tumani Hamza shaharchasida bo'lyapti. Ustalarimiz Qo'chtepa tumanidagi ustalarimiz YouTube tarmog'ida Usta tog'alar kanalining admini Baxtiyorjon bo'ladi. Hozirda mana xomg'ishtlarimizni urilish jarayoni bo'lyapti. Xomg'ishtni bir donasini qo'yib berish 400 so'mdan 450-500 so'mgacha holatiga qarab. Aynan uy ichida agar g'ishlaringiz tayyor holatda, mana shu holatda uy ichida g'ishlar tayyor bo'lsa, 400 so'mdan urib berishyapti. Agar ko'chadan toshiladigan yoki mashinadan o'zlari tushirib oladigan bo'lsa, 450-500 gacha holat bo'lyapti. Tez kunda Kaskali bola kanalida to'liq videolarni sizlarga taqdim etamiz. Ya'ni mana shu uy qurilish sohasidagi bo'ladigan kamchiliklar, xatoliklar va boshqa sarf xarajatlarni imkon qadar sizlarga tushuntirishga harakat qilamiz. Salomat bo'linglar, sog' bo'linglar.